Bugungi laboratoriya ishimiz dispersiyonliklarni sindirish ko'rsatkichini aniqlashni o'rganish. Ozgina nazariy qismga e'tibor berib ketamiz. Dispersiyonliklarni sindirish ko'rsatkichini aniqlashda shisha prizmaga tushayotgan yorug'likni sinish burchagini aniqlashni o'rganishdan foydalanamiz. Uning uchun masalan bizga uchburchakli prizma kerak bo'ladi. Uchburchakli prizmaga yorug'lik nuri qandaydir I1 burchagi ostida tushib, I1 shtrix burchagi ostida sinsin va keyingi muhit chegarasiga I2 shtrix burchagi ostida tushib, I2 burchagi ostida sinib o'tsin. Biz sinish burchagini, ya'ni shisha prizmadan og'ish burchagini sigma harfi bilan belgilashga kiritib oldik va mana sigma burchakdan foydalanib mana to'rt burchakka nisbatan biz bilamizki, ixtiyoriy to'rt burchaklarni ichki burchaklar yig'indisi 360 gradusligidan foydalanib mana bu burchak, mana bu burchak, mana bu burchak va mana bu burchak to'rtta burchakning yig'indisini 360 gradusga tenglab biz mana ifodani keltirib oldik. Bu yerda alfa muntazam uchburchakli prizmani sinish burchagi. Albatta muntazam uchburchakli prizmani sinish burchagi 60 gradusga teng bo'ladi. Yorug'lik nurini imkon boricha prizma ichida simmetrik harakatlanadigan qilib moslashtirib olib, I1 shtrixni I2 shtrixga tengligini keltirib chiqardik. Bu yerda I1 I2 ga tengligi kelib chiqsa, I1 o'rniga 2 ni 2 olib, bundan I2 ni topsak, sigma plus alfa taqsim 2 formula kelib chiqib qoladi. Xo'p, sinus I2 shtrixni n ga ko'paytmasi sinus I2 ni n havoga ko'paytmasiga teng bo'ladi. Albatta havonikini taxminan 1 ga tenglab, bu yerda n yozib o'tirmadik va sinus alfa taqsim 2 ga ko'paygan n teng sinus sigma plus alfa taqsim 2 ga teng bo'ldi. Bundan n ni topdik-da, sinus sigma plus alfa taqsim 2 ga ko'paytirilib bo'lingan sinus alfa taqsim 2 bo'lib qoldi. Bu yerda alfa muntazam uchburchakni sinish burchagi bo'lganligi uchun 60 gradus oldik-da va formula mana bu holatga keldi. Biz mana shu ishchi formuladan foydalanib tajribada dispersiyonlikni nur sindirish ko'rsatkichini aniqlab olishimiz kerak. Buning uchun bizga kerak bo'ladi. Kerak bo'ladigan jihozlar elektron lampa, ta'minlash manbai, fokus masofasi 100 mm lik bo'lgan yig'uvchi linza, g'ovakli prizma va ekran kerak bo'ladi. Biz hisoblash aniqroq bo'lishi uchun suyuqlikni g'ovak prizmaga solmasdan turib, yorug'likni tushish burchagini belgilash kiritib oldik albatta qalam bilan. Keyin suyuqlikni solib, prizmani yorug'lik nuriga yo'liga to'g'riladik-da va prizmadan o'tayotgan yorug'lik qanchadir burchak ostiga og'ib o'tdi. Xo'p, ekran bilan prizma oralig'i 17,5 cm atrofida chiqdi va prizmadan og'ishi 6,5 cm bo'ldi. Xo'p, demak biz bundan foydalanib prizmani og'ish burchagini topsak bo'ladi. Chunki shu burchakni tangrisidan foydalansak, ishchi formuladan xo'p, demak bizda mana bu masofa 17,5 cm chiqdi, og'ish masofasi 6,5 cm chiqdi bizda. Xo'p, tangris alfa, xo'p, taxminan qarshidagi katetni yopishgan katetga nisbatan foydalansak, 6/4 17,5 ga bo'lsak, 0,36 chiqdi. Bu tangins alfa 20 gradus, taxminan 20 gradus atrofida bo'ladi. Xo'p, alfamiz 20 gradus bo'lsa, biz mana formulaga, ishchi formulaga 20 gradusni qo'ysak, hop, sinusimiz taxminan 40 gradus atrofida bo'ladi va uni sinus 40 gradusda 6,5 atrofida bo'ladi. 0,65 bo'ladi. Uni 2 ga ko'paytirsak 1,3 bo'ladi. Bizda suyuqlik suv bo'lganligi uchun suvniki taxminan 1,3 ga teng bo'ldi. Tajribani boshqa suyuqliklar uchun ham almashtirib ko'rsatish mumkin.